Bugun bir xonadonda o'zgacha hayajon. Bugun bir oilaning orzulari ro'yobga chiqayotgan kun. Kuyov bola hayotining eng unutilmas lahzalarga qadam qo'ymoqda. U to'y libosini kiyib, qalbida ming xil tuyg'ular bilan yangi hayot sari otlanmoqda. Bu nafaqat bayram, balki mas'uliyat, muhabbat va sadoqatga berilgan ulug' va'dadir. Yaqin do'stlari uni samimiy tabriklab, baxt va omad tilamoqdalar. Chunki haqiqiy do'stlar insonning eng baxtli kunlarida hamisha yelkadosh bo'ladilar. Ota-onasi esa mehr bilan farzandiga qarab, uning baxt saodatini tilaydi. Bugun ularning qalbida faxr, ko'zlarida esa shukronalik yoshlari. Bir vaqtlar qo'ldan yetaklab yurgan o'g'il bugun mustaqil oila boshlig'i bo'lish arafasida. Amma-yu xolalari, qarindosh urug'lari ezgu duolarini aytib, uni oq yo'l bilan kuzatmoqdalar. Chunki xalqimizda duo baxtning eng ulug' tilagi, eng bebaho merosidir. Mana kutilgan onlar ham yetib keldi. Kuyov bola hayotining eng muhim safarlaridan biriga o'z baxtini, o'z muhabbatini olib kelish uchun yo'lga chiqmoqda. Ilohim 2 yoshning qadamlari qutlug', muhabbatlari abadiy, xonadonlari fayzu barakaga to'la bo'lsin.